Anar Kutkot her hafta bir kademe alındı. Bu son programımız Anar FM Tor Radyosu alaydı konular. Alaydı konular vururlar. Çıpak kızlar salonu, Anar Oy salonu, kino salonu, televizyon salonu, izlek salonu, Nicat Öli Yakut'un Cahan Elik salonu, Ali Kurban'ın Ali Kurban salonu, Abla Cavab Tayyip'in Eci Fen salonu, UMP Sen salonu, Şonkar salonu, Oynak salonu, Mikrofonun salonu, Etot salonu, Kilogram Maşin Klubu, Visal salonu. Ay yaxshimisilar ayshimshim. Voyjon, dadam, qancha qitim deyman sana. Seni shirkdan faqat ishligim yo'q meningki. Men tug'ilishimdan bek boyvachcha kelmadim ha. Men xizmat qilishimning hojati yo'q. Keyin kinoxonni o'zim ko'tira kelib ko'raman. Sangog'i etilgan qo'noq mangu haqsiz. Mening mashinam bek ko'p, qaysini deysan? Lamborghini mi? Ya, xato emas. Televizor chiqayotgan men shu. Men do'stsam azaldan puli bormi, yo'qmi deb qarab ketmayman. To'g'ri. Futbolda muqobillikka dalmina rasmim. Maningdan, yana shu. Maningdan, hammasini birdan. İşte bu lan. Bu ne mi? Axlat. Vay. Kim o? Justin Bieber? Ben sana ne çıktım deyme qara, men telefon qilma da. Bo'ldi endi telefon qilmajmi? Meniki vaqtim yo'q, men sendan bir azranga. Ha? Bu meningmi? Mening bir og'im yo'q. Aytama. Og'im. Men cho'qim ishlarimni realga aylantirman. Sizning mushtat ishlaringiz bo'lganmi deyman. Bundaq ishlarni faqat o'ylab qo'ysangiz bo'ldi. Ha, yaxshimisilar, men Arafat. Bazı günlük durmuşumuzda bazı g'alati ishlar qilib qolganmiz. Daq qilib qolganlar zot qanday qilsizlar? Ba'zimiz cho'nglardan siz qaysi yil tug'ilgan deb so'rasak, "Ot yili" deb javob berdi. Ha? Ot yili? Ha? Men 23 yoshga kirgan bo'lsam, to'shqan yil. Undan keyin Ajdira 24. Ot yili 25 bo'lsa, 25 ni 3 ga ko'paysak, bu odam qiyinchilik yashil deb bo'lmamdi. Ba'zi do'stlarimiz bilan tamoq yeganda bunday ahvollarni mushtirtimiz. Biz qancha odam? 6. Har birimizga qancha puldan to'g'ri ketdi? 90 qo'y. Biz 6 odam. 90 qo'ydan bo'lsa 6 ko'paysak 9 kar 6, 9 kar 6, 9 kar 6, 9 kar 540. Meni matematikam xil yaxshi ekanda. Ba'zi naqshtekisi o'qib o'tib, tabiiy naqsh etib ketamiz. Siz shunaqa ahvolga qilib boqammi? Masalan, qizil gulim, qarchog'imning balasi, qandoq qilay, ey ko'zimning qarasi. Qanot yasab uçup barsam yanınga. Sakıyar yerim, yürüğümün yarası. Bu naqsh olib ketdi-ku. Men naqsh etganda qilmagandim-ku. Yana bunday ahvolchi. Masalan, biz cho'nroq shaharga berib, boradigan joyni topolmay do'stimizga telefon qilib so'rasak. Sen shimol taraf 200 metr menib, g'arbga burilib, sharq taraf qarab maqsan yetib borsa. Ha? Shimolga? G'arbmi yoki sharqmi? Zodi qaysi taraf mangman? Shimol, janub, sharq, g'arb. Qarilib bo'lsak, bo'ldilar. Nima ish qilmang o'sol demaydi. Undari dengayvasi bo'lmadimi? Sizlar yana bunday ahvolga yo'l qilib boqammi? Haqiqatan yo'l qilib boqammi deyman. Siz uyingizga 42 so'mlik televizor olsangiz bo'ldi. 42 so'm zodi qanchalik bo'ldi? Bundaqmi? Yoki bundaqmi? Zodi qanchalik cho'ng? Yana bunday ahvolga yo'l qilganmi? 150 millilitrlik 38 gradus suvda isitsangiz bo'ldi. 150 millilitr zodi qanchalik bo'ldi? 38 Selsiy gradusni qanday sinab bilamiz? Shuning uchun boshqalarga tushuncha berganda cho'qim tuzib bering. Balki boshqalarimiz sizga o'xshashsa tushunmasligi mumkin. Suratga elish xizmati jarayonida men o'xshamagan muhitda, har xil qiyofatda, o'xshamagan grim uslubini qo'llanaman. Buning uchun menga faqat orgofili kifoya. Mayli sirtlarda, kuchlik oftob nurida, mayli kuchlik chiroq nuri ostida bo'lsin, orgofi mening 100 teramni qo'g'dab keldi. U teramni asrab, meni yumron, suzuk, sog'lom teriga ega qildi. Orgofi menga yondashdi, mening tanlashim almashdi. Orgofi